Endi esa Karmona ilovasida qanday qilib qarzlarni boshqarish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Uning uchun ham plus tugmasini bosamiz va qarzdorlik qo'sh tugmasini bosamiz va bu yerda siz qarz berish va qarz olish bo'limlari borligini ko'rasiz. Qarz berish bu sizni hisobingizdan pul ayriladi, ya'ni agarda qarzni qaytarib olsangiz, u avtomatik ravishda hisobingizga qo'shiladi. Qarz yaratishda shunchaki qarzdor insonning ismini yozsangiz yetarli. Yokida kontakt bo'limidan sizga kerakli bo'lgan kontaktni topib, uni belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Keyin esa unga qancha qarz berganingizni yozasiz. Masalan, men 50 ming so'm unga qarz berdim va bo'ldi. Agarda qarz berish yoki qarz olish bo'limlarida xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, siz bemalol uni keyinchalik ham o'zgartirishingiz mumkin. Ko'rganingizdek, qarz berish yoki qarz olishni bemalol o'zgartira olaman. Yozib o'tgan ma'lumotlaringiz o'chib ketmaydi. Agarda qarzdorning pulni qaytarish sanasini belgilab qo'ysangiz, ilova sizga avtomatik ravishda eslatadi. Bizning ilovadagi yana bir qiziq yechimlardan biri bu qarz olgan insonga SMS xabarnomalar yuborishdir. Uni qanday qilamiz desangiz, pastki tugmani shunchaki bosib qo'ysangiz, shunchaki ilovaga 1 kun yoki 2 kun oldin eslatishini aytib qo'ysangiz, ilovaning o'zi avtomatik ravishda qarzdor insonga SMS xabarnoma yuboradi. Bu esa sizni qarzingizni qaytarib olish imkoniyatini yanada tezlashtiradi. Va nihoyat bizning qarzimiz muvaffaqiyatli yaratildi. Endi biz qarzlar bo'limida olingan va berilgan qarzlarni bemalol boshqarishimiz mumkin. Bu bo'limda biz qarz bo'yicha barcha ma'lumotlarni ko'rib turishimiz mumkin. Ko'rganingizdek, olingan sanasi, qachon berilishi kerak bo'lgan sanasi, rejalashtirilgan SMS bo'yicha xabarnomalar. Bu bo'limda esa biz o'sha qarzdorga berilgan barcha qarzlarni ko'rishimiz mumkin. Biz qarz bergan insonimizga yana qarz berishimiz mumkin va buni siz yana berish tugmasini bosgan holda u insonga qarz qo'shib qo'yishingiz mumkin. Masalan, men bu yerda yana shu insonga qo'shimcha qarz qo'shib qo'yaman va avtomatik ravishda u ilovada ko'rinadi.